Odatda ayollarga ojiza deb ta'rif berishadi. Xo'sh, bugungi zamon ayollariga ushbu ta'rif qanchalik xos? Sababi aynan bugungi zamon ayollari har tomonlama matonatli, irodali va kuchli ayollardir. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Aynan bugun biz Do'stlik tumanidagi xotin-qizlar misolida so'z yuritamiz. Har bir o'zbek ayoli borki, erta tongda xonadoniga fayz baraka kirishi uchun uy yumushlari bilan band bo'ladi. Turmush o'rtog'i farzandlari uchun ertalabki nonushtani tayyorlab, dasturxon atrofida dildan suhbat quradi. Shundan so'ng ularni ishga, o'qishga kuzatadi. Bizning qahramonimiz ham har bir kunini shunday qarshi oladi. Bugun ham oilasidagilarga vaqt ajratish bilan birga tomorqa oralashga ham ulgurdi. Kartoshka, pomidor, kelgan bodringlarimiz pishib yotibdi. Endi hosilab boshladik. Kartoshka ekamiz ko'proq kerak bo'lgani uchun. Daraxtlarimiz ham bor, har xil mevali daraxt. Kuni bilan ishda bo'lasizda. Deyarli vaqtingiz mana shu kurslaringiz bilan bog'liq. Aynan qaysi paytlari vaqt ajratasiz mana shu tomorqaga? Ko'proq tong saharda, ertalab shu uyqudan turgandan keyin xo'jayinimga, bolalarimga choylarini qilib berib, keyin shu oraliqda chopib ketaman. Har kuni shu 1 soat, 2 soat chopaman, bo'ladi, yetadi bemalol. Qachon hosilga kiradi va hosilga kirgan mahsulotlarni qayerlarga olib chiqib sotasizlar yoki umuman uy ro'zg'or degandek uyda ishlatasizlarmi? Ko'proq uyda ishlatamiz. Mana shu kartoshkalarni bemalol o'zimizga yetadi 1 yilga. Kovlab olib qo'yamiz, salqin joyga qo'yib. Demak, harakat qilsa va mehnatdan hech qachon qochmasa, inson har tomonlama maqsadiga erishish mumkin ekan, shunday? Shunday. Harakat qilish kerak ko'proq. Ko'proq harakat qilsa bo'ladi hamma narsa. Xullas, Manzura opa mehnatdan qochmaydi. Harakat va yana harakatda bo'lish ularning hayotdagi shiori. Har doimgidek uy ishlarini bajarib ishga otlandi. Bugungi kunda Manzura opa ayollar daftaridan chiqish uchun tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Mahalla ko'magi bilan ajratilgan 33 million kredit evaziga tikuv mashinalari va zarur jihozlarni sotib olgan. Yoshlikdan tikuvchilikka mehr qo'ygan qahramonimiz bugun mohir tikuvchi, hatto tikuvchilik sexida mahallasidagi 10 nafariga yaqin ishsiz xotin-qizlarni ham ish bilan ta'minlagan. Onam tikuvchi bo'lgan. Shu uyda kichkina ko'ylakchalar tikardim. Ammalarim ham tikuvchi bo'lgan. Keyin qo'ni-qo'shnilarga ko'ylak tikib berib turardim. Shunda o'zim qiziqib, shu tikuvchilikni rivojlantiraman deb, shu faoliyatimni kengaytiraman deb mahallaga borib murojaat qildim. Kredit bering, shu kengaytiraman deb tikuvchiligimda. Hozir shu 5 ta, 10 ta ayollarimiz ishlaydi. 33 million kredit oldim shu mahalla orqali. Ularga shu o'z oilasiga yordam berishligi uchun ularga oylik qilib beraman. Bir kunda hozir men 10 ta ishchim bor. Bemalol 20 ta, 25 ta ko'ylak bitiramiz kechgacha. Birinchi tikkan kiyimlarim, shu qo'shnilarimni qizchalarga tikib berganman, birinchi kiyimlarimni. Juda xursand bo'lib kiygan, do'ppi tikib berganman keyin. Juda xursand bo'lib kiyuvdi. Shundan keyin o'zim bildimki, tikuvchilik bemalol qo'limdan keladi. Turmushga chiqib, bolali bo'lgandan keyin bolalarim hozir katta voyaga yetib qolgan. Bemalol ishlayman bo'sh vaqtimda. Ayollarni ham kelib chaqirib hammasini ishlaylik shu yerda deb, men shu tikuv sexini ochdik. Ishchilarimga xaridorimizni, mijozimizni yaxshi gapirib, o'zini yaxshi o'lchamini olib, keyin choklariga e'tibor berib, shu aytgan fasonda chiqarib bersa, o'zi klient ham shunga yarasha bo'ladi. O'zi kelaveradi eshitib bir-biridan. Albatta, Manzura opa tikkan kiyimlar xaridorlar uchun har tomonlama mazur bo'lmoqda. Sababi ular tikkan liboslar sifatli va e'tibor bilan tikilgan. Qahramonimiz shogirdlariga ham tikkan mahsulotni har bir jihatiga e'tibor qaratishni ta'kidlaydi. Tikuvchilikni yoshligimdan orzu qilganman. Mahallamizda Manzura opa tikuvchilik sexini ochdi. Menga juda ham yoqdi tikishlari, muomalalari. O'ziga juda ham e'tiborli qaratib, fasonlarni chiroyli qilib tikib beryapti. Manzura opa juda ham yaxshi ayol, yaxshi tikishni o'rgatdi. Hozirgi kunda meni ham ishga olib, bir kunda bitta, ikkita ko'ylaklarni tikaman. Ham ishli bo'ldim, ham hunar o'rgandim. Manzura opaga kattakon rahmat. Men o'ylardim uzoqlardan qatnab kelib yuraman deb, yo'q, lekin yaxshi uyimga ham yaqin, mazza qilib kelib ish o'rgandim. Qahramonimiz ushbu kichkina lekin
shinamgina binoda nafaqat tikuvchilik, balki uy hamshirasi kursini ham ochgan. Ushbu kursga tajribali tibbiyot mutaxassislarini jalb etib, mahalladagi qizlarga tibbiyotning sir asrorlarini o'rgatib kelmoqda. Bu yerda birinchi yordam uchun zarur bo'lgan barcha bilimlar berib kelinadi. Shu kunga qadar 20 dan ziyod xotin-qizlar kursni tamomlagan. Ayollarimiz bekor o'tirmasin deb uy hamshiraligini ochdik. Birinchi yordam bemalol ko'rsatadi. 2 oy o'qiydi. O'qigan qizlarimiz bemalol ukol qilishda o'rganib chiqib ketyapti. Shu o'zini oilasi uchun, ayollarimiz ham o'qiyapti ko'proq. O'zini bolalari uchun, oilasi uchun bemalol ukol qilib, birinchi yordam ko'rsata oladi. Masalan, tez yordamga telefon qilsam, ular 10 minut, 15 minut yetib keladi. Biz qishloq joyimizda-da. O'shangacha bemalol birinchi yordamni ko'rsatib tura oladi. Kelib o'qityapti o'qituvchilar. Rahmat. Shular bilan shartnoma qilganmiz. Kelib ayollarimiz o'qitdi. Mana 2 ta kursimizni bitirdi ayollar. 10 tadan 20 ta uy hamshirasi chiqdi. Kelajakda yana ko'proq shu hamshiralar tayyorlamoqchimiz. O'zim ham 2 oy o'qiganman uy hamshirasiga. Shu o'zimdan kelib chiqib ko'proq. Masalan, oilamdagilar gripp bo'lib qolsa, xo'jayinim yo bir tob bo'lmay qolsa, bemalol o'zim yordam ko'rsata olaman. Shuning uchun shu ayollarga shuni tavsiya qildim keyin. Shu mana shu bo'shxonamiz bor, kelinglar, mana shu yerga o'rganinglar deb keyin tavsiya qildim. Tikuvchilik ham kerak, hamshiralik ham kerak, ayol kishiga hammasi kerak. Qahramonimiz tikuvchilik hamda hamshiralik kursi faoliyatlarini yo'lga qo'yish bilan bir qatorda aynan mana shu mahalladagi xotin-qizlarni go'zalligi va salomatligi uchun mana bunday salomatlik markazlarini ham ochgan. Bu yerda hozirda mahalladagi ayollarimiz o'z salomatliklariga e'tiborsiz bo'lmagan holatda sport bilan shug'ullanish uchun muntazam ravishda ushbu markazga kelib turishadi. Salomatlik markazi ko'proq shu ayollarimiz uchun, bu ham bizda hamma narsa o'zi ko'proq ayollar uchun. Ertalab kelib, bemalol shug'ullanib, badan tarbiya qilib, o'zlari a'zo bo'ladi. Men yozib qo'yaman, a'zo bo'ldi deb, bemalol bir oy kelib shug'ullanaveradi. Har kuni shu ertalab kechki payt keladi. Qon bosimi oshishlarida yordam beradi, ko'proq qon aylanishiga harakat qilgandan keyin yuguradi, xohlasa velik haydaydi. Shu yoshi katta ayollar kelyapti ko'proq. Hozir kam harakat bo'lgandan keyin yosh katta ayollardan qon bosimi ko'p ko'tariladi. Quyoshda yurish bo'lmaydi ularga. Shuning uchun bu yerda kelib bemalol shug'ullanadi. Shaharlarga borib o'tirish shart emas. Shu yerga keladi. O'zlari hangama qilib bemalol shug'ullanib, yarim soat, 1 soat ketyapti. Imkoniyat beryapti. Mana kredit desak, kredit beryapti. Mashinka desak, mashinka beryapti. Hammasini boshda prezidentimiz turibdi. Rahmat prezidentimizga, shunchalik bizni qo'llab-quvvatlayapti ayollarimizni. Kreditlarni olib, o'zini tiklab oldi, oilasining daromadiga qo'shimcha daromad olib kiryapti. Hozirgi kunda 3 nafar farzandni tarbiyalayapti. Oilasidan ajralmagan holatda bu ayol bandligini ta'minlab, hozir qo'shimcha daromad manbasiga ega bo'lib, ham o'zini daromadini, ham atrofidagi ishsiz ayollarni daromadiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. O'zbek ayoli soddadil, mehnatkash, hayotning har bir sinovli kunlariga sabr toqatli. Manzura Qulmatova ham bugun hayotning har bir sinovli kunlarini sabr toqat bilan yengib keldi. Ko'zlagan maqsadlariga esa bosqichma-bosqich erishib kelmoqda. Vaqt topsa bo'ladi, harakat qilsa, vaqt topsa bo'ladi. Eplasa bo'ladi hamma narsani. O'ziga bog'liq ko'proq. Xo'jayinim usta bo'lib ishlaydi. 3 ta farzandim bor. Bemalol hozir yetyapti. Avvallari endi biroz sal yetishmovchilik bo'lib turardi uyda o'tirgan vaqtimda. Hozir endi bemalol ishlab, o'zimizni eplab, yaxshi oilaviy daromadlarga ancha yaxshi bo'ldi. Hammasiga yetyapti. Shu intilib harakat qilyapmiz, shuning orqasidan shunday ishlab topyapmiz. Shunday qilib biz ko'rsatuvimizni Navro'z mahallasidagi qahramonimiz bilan suhbatimizni yakunlab, ayni paytda esa Mevazor mahallasiga ham yetib keldik. Biz esa ushbu mahallada yashovchi tadbirkor opamiz Sayram opaning xonadonidamiz. Bu yerda ham ularning faoliyati haqida so'z yuritamiz. Demak, biz bilan birga qoling. Qahramonimiz Sayram Nurqobilova xonadoniga kirib kelar ekansiz, atrofdagi gullar, daraxtlar, xullas yashillikka burkangan go'zal manzaraga ko'zingiz tushadi. Albatta Sayram opa va farzandlarining issiqni issiq, sovuqni sovuq demay qilgan mehnatlari samarasidir bu.
Sayrom opa, hozir mana hovlingizga kirib keldik. Insonning bir bahri dili ochildi, ochig'i. Sababi mana atrofda yam-yashil gullar, ya'ni mana shunaqa atir gullarni, har xil chiroyli bir gullarni ochilib turganini ko'rdik. Albatta bu sizning mehnatingiz ortidan-da, to'g'rimi? Qanday yaxshi ko'rasizmi gullarni? Gulni yaxshi ko'raman. Ana shu gullar atirgulmi, rayhon, binafsha, namoshshom gul, mana kelin gullar. Mana ochilay deb turibdi kelin gullar endi. Hammasini ekamiz kelinlarim bilan. Tashqarini chiroyli qilib, uyga ham e'tiborsiz qoldirmaymiz. Uyni ham yaxshi qarab, gullarni chiroyli qilib ekib, parvarishlaymiz. Kelgan odam bahri dili ochilsin. Kirib kelgandan tabiiy yashillikni xohlayman. O'tgan yil hovlida to'y qildik, hamma muncha chiroyli hovlingiz deb qoldi. Uni xursand bo'lib, odam yana ham ekkisi kelaveradi. Har yiliga almashtirib turiladimi yoki o'zi yana shu hosil berib chiqib boshlaydimi? Mana bu gul bilan mana bu gul o'zi chiqadi. Faqat endi mana uni kesib, ko'mib, haligi qilamiz, ko'paytiramiz. Sovuqdan saqlaysiz. Sovuqdan saqlaymiz. Go'ng berib, qishni saqlaymiz, sovug'urmaslik uchun. Suv beramiz, o'tini yulamiz, qaraymiz. Bor mehrimizni berib, e'tibor talab. Bu gullar ham mevali daraxtlardan uzum bor, o'rik, gilos, mayski gilosimiz bor, pishay deb turibdi. Qand lavlagisi, baqlajon, qalampir, hamma narsa bor. Loviya, oshqovoq. Tajribali ona sifatida bugun yosh qizlarimizga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Shu ayollarimiz ko'proq nimalar bilan shug'ullansin va kelajakda bir baxtli ayolga aylanish uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak? Mehnat qilish kerak. Endi avvalambor o'qigan yoshlar maktabda, bog'chada ishlaydi. Menga o'xshagan uy bekalari ana shularni bo'sh vaqtida kelinlarim o'qituvchi. Hammasi, biri hamshira, ikkitasi o'qituvchi, 3 ta kelinim bor. Ular ham davlat ishda ishlagan bilan uyni birinchi o'rinda qiladi. Sayrom opa bugun hovlisida gullar, turli mahsulotlarni ekib parvarishlash bilan birga 50 million kredit olib 7 sotix yer maydoniga issiqxona ham barpo qilgan. Bu yerda bulg'or qalampiri, bodring mahsulotlarini ekkan. Allaqachon hosilga kirgan mahsulotlar mahalliy bozorlarga sotilmoqda. Xullas, Do'stlik tumanida bo'sh o'tirgan ayolni uchratmaysiz deyarli. Sababi ular doim ish bilan band. Aynan bugungi bizning qahramonimiz ham doimo o'zining harakati va shijoati bilan mana bunday issiqxona faoliyatini yo'lga qo'ygan. Nafaqat o'zi mana shu joyda mehnat qiladi, balki kelinlarini va farzandlarini ham ushbu mehnatga o'rgatib kelmoqda. Shu bilan birga mehnatning tagi rohat deganlaridek, ular bugungi kunda albatta o'zlari qilgan mehnatlarini rohatini ham ko'rib kelyapti. Albatta ularning faoliyatlari, hali maqsadlari juda ham keng. Ushbu issiqxona faoliyatini yanada kengaytirishni maqsad qilgan. Sayrom opa, albatta eskilardan qolgan gap, ya'ni tomorqa daromad manbai. Aynan bu so'zni biz juda ham ko'p bora aytamiz. Albatta bu bejizga aytilmagan, sababi albatta tomorqaga ekkan mahsulotlarimiz kun kelib albatta yaxshi daromad beradi. Bugun albatta mana shunday shijoatli ayollardan siz birisiz. Aytingchi, mana shu faoliyatingizni ilk bor nechinchi yil boshlagansiz va mana shu unga qancha vaqt bo'ldi? Shular haqida gapirib bering. 2020-yilda shu o'g'lim bilan kelishib ish boshladik. Shu mahallaga chiqib, kredit gaplashib, kredit oldik va boshladik. Ko'chatlarni Sirdaryoga buyurtma berib, shu yoqdan olib keldik. Keyin o'zlaridan so'rab, necha santimetr oralig'i shuni so'radik. Keyin qachon suv beradi, qachon dori beradi, o'g'lim dorilarni beradi, biz o'tlarni yulamiz, shunday qilib ekib katta qildik. Mana ko'rib turganingizdek, qo'ni-qo'shnilarni ta'minlab turibmiz. Bozordagilar kelib olib ketadi. Birinchi ekkan mahsulotingiz qaysi bo'ldi? Birinchi ekkan pomidor ekdik birinchi yili. Pomidor ekkan paytingiz hosili qanday bo'ldi va qanchagacha daromadga ega bo'ldilaringiz? Birinchi yili baribir tajribasizlik qildi. Unaqa zo'r bo'lmadi-yu, lekin o'rganib oldik. Keyin bodring, bolgarskidan yaxshi foyda qildik. Mana tonna chiqadi yaxshi. Har qanday mahsulotni vaqtida parvarishlab turish kerak-da. Qanday parvarishlab turiladi? Bularga qanday e'tibor qaratish kerak? Sug'orish ishlari qanday yo'lga qo'yilgan? Bu juda injiq. Xuddi chaqaloqni parvarishlagandek parvarishlaydi. Chillasi chiqquncha diqqat e'tiborimizda bo'ladi. 40 kun kattarguncha
qarab har bitta barglarini tekshiramiz. Manaqa kasallanib qolmasligi uchun sovuq bo'lsa tushiramiz, ichkariga pechka o'choq qilib o't yoqamiz. Oson emas. Endi mana ayni issiq paytlari hozir ikkalamizni ham yuzimizdan ter oqyapti. Bu albatta oson emas. Mana sizlar deyarli har kuni mana shu joyda mehnat qilasizlar. Qanday mashaqqatlari haqida gapirib bering. Mashaqqati qiyin buni. Mana ko'rib turibsiz-ku, terlayapsizmi? Shunaqa, u ishlagandan keyin 2 barobar qiynalasiz. Lekin biz issiqda kirmaymiz, baribir issiq ham zararu. Ertalab bolalar, xo'jayinim ishga ketguncha mana shu yozgi kuni bo'ladi-yu, bahorda 5 dan kiramiz. Issiqda qiyin, oson emas. Martni 2-sida ekkan bo'lsak, 2 oyda pishadi. Mana sotuvga chiqardik. Ko'rib turganingizdek, bodring 1 oy bo'ldi pishganiga. Bu 40 kunda pishadi. Bu 2 oyda mana sotuvga chiqardik. Sotyapmiz. Albatta har qanday ishning o'ziga xos og'ir mehnati bor. Sayrom opa ham mehnatdan qochmay, issiq kunlarda ham farzandlari, kelinlarini yoniga olib tinimsiz harakatda bo'ladi. Mahsulotlarni yaxshi hosil berishi uchun ularni to'g'ri parvarishlashga ahamiyat qaratadi. Hosilga kirgan mahsulotlarni esa o'z vaqtida terib olishadi. Nurqobilova Sayrom opa ayollar daftarida turib, issiqxonaga ega bo'ldi. O'zi birinchi marta kelganda mahallamizga o'ziga ishonch bilan ana shu oilamni ish bilan ta'minlayman, kelinlarimni, bo'sh o'tirgan kelinlarimni ish bilan ta'minlayman deb o'ziga ishonch bilan kelib, teplitsa quraman dedi. Hozir ko'rgan bo'lsangiz, hovlisida gullar. Bu kishi haqiqatdan mana shu 50 millionlik kredit asosida qilingan ishi ko'zga ko'rinarli. Haqiqatdan ham bu kishi ishlab charchamaydi. Kelinlari ham mana shu ish bilan bandligi sababli juda ham xursand. Hozir oilasiga daromad olib kelyapti. Ishsiz o'tirgani yo'q. Hozir oilaviy band bo'ladi tadbirkorlar hozirda. Bittagina bu Mevazor mahallasida bu Sayrom opa emas, ishsiz xotin-qizlarimiz band bo'lishdi. Tikuvchilik sohasida subsidiya asosida ish bilan ta'minlandi. Har xil sohada o'qitildi. Tadbirkorlik sohasida hamshiralik kurslarimiz hozirda hammasi ish bilan band. Bu ayollar daftarining bu ishsizlik toifasidan kelib chiqqan holda ayollarimiz juda ham xursand. O'zi ish bilan bandligi sababli. Oz bo'lsa-da oilasiga daromad olib kelayotgandan, oilaviy daromadidan xursand. Bugun qaysidir sohada mehnat qilib, mamlakat taraqqiyoti, oilasi farovonligiga hissa qo'shayotgan xotin-qizlar nozik jussasi ortiga yashiringan metin bardoshi bilan hayot so'qmoqlaridan mardona o'tayotgan opa-singillarimizga qancha tasanno aytsak arziydi. Shunday damda tilimizga bir so'z keladi. Boringizga shukr aziz ayollar.